bilmadim men boshqalar qanaqa bilmadim, lekin men otaynam yoshini hech o'ylab bunchaga kirgan deb o'ylab ko'rmagan ekanman. Yilini bilaman. Ha, buncha yosh. Yilini bilaman, lekin 3 kam 70 ga kirib qo'yibdi-da. Men shuni bilyapman, yo'q edi deyapman. Yillik shu atrofda deb o'ylayapman. Tushunasizmi? Ana shu atrofda deb o'ylayapman. Men endi o'ylab ham ko'rmagan, bitib yillikka yillikdan oshganda deb ham o'ylab ko'rmagan. Prosta shunday yo'q xayol ana shunday bo'lgan. Yaxshi? Shunaqaroq deb o'ylaganman. To'g'ri. Yalanda. Yosh deb o'ylaganman. Qarasam 70 ga, 3 kam 70 ga kelgan. 3 kam 70 ga. Kichkina farzandga mazza deydi-ku. Kichkina farzandga mazza emas deganman men. Men o'zim fikr chiqarganman. Kichkina farzandda o'zingizdan. Ha, eng kichkinasiman men. Men esimni tanib, aql hushim yig'ib, ota-onamga nimadir xizmat qilaman degan vaqtimda ota-onam qarib o'tiribdi, tushunyapsizmi? To'g'ri. Katta akam aqli hushi joyiga kelgan vaqtda ota-onam yosh bo'lgan. Katta akam ota-onam bilan ko'proq yashaydi, qo'pol qilib aytganda. Ha. To'g'risida kichkina farzand endi aqli hushi joyiga kelgan vaqtda, masalan men aqli hushimni endi xizmat qilaman degan vaqtimda meniki aytibman 70 ga yaqinlashyapti-ku. 3 kam 70. 67 ga kirgan. Jo'shamiz 67 ga kirgan. Keyin shular o'ylab, nima bilan xursand qilish bilmay, kunlik foydalanishi deb turib, boshini qilib turib, akamlar bilan